man qaynonamni xafa qilib qo'ydim. Qaytib biz uyimizga kelmaydigan bo'ldi, qaytib videolarga ham chiqmaydigan bo'ldi. Endi nima qilib xafa qilganimni tushuntiraman. Qaranglar, kunda ertalab men Tronfga boraman. Tronfgadan kelsam 3 ta har xil salat qilaman deb har xil narsalar olib kelib qo'yibdi. Men aytdim, shoshilmasdan kuniga bittadan olsa ham bo'ladi. Hozir charchaganman, boshqa ishlarim ham bor, ko'chaga chiqishim kerak. Yusuf uxlasa, Yusufni uyg'otib yuborishimiz mumkin deb poni hamma narsani aytsam ham uchovsini tayyorlashga urinib ketdi. Keyin endi hammasini keyin aytib beraman. Hozircha men salatni ko'rib olinglar, o'rganib olinglar. 3 ta salatni o'rgatib ketgan, o'sha 3 salatni ham o'rganib olinglar. Aytib endi qaynonamni ko'rmaysizlar, men bir tarafdan o'ylayman, yaxshi bo'ldi deb o'ylayapman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldirib ketinglar. Qaynonam chiqsinmi, chiqmasinmi? Koreyada yashayotganlar juda ham yaxshi biladi. Karis kampirlar, chollar shunaqangi injiq bo'ladiki, o'zini aytganini qildirmoqchi bo'ladi. Xuddi shunaqa narsa har doim biz video olayotganimizda ham bor. O'shaning uchun meni eng katta qiynaladigan narsam shu injiqligi bo'ladi karislarda. Hozir men tayyorlayotgan salat karislar juda ham eng katta yaxshi ko'rgan salati bo'ladi. Bu salatni o'rganib olib, haqiqatan gaylab ko'rib yeb ko'rsalar ham juda ham mazasi bomba. Bunaqangi karislar bu salatni ko'p yeganidan har bitta borgan oshxonangizda xuddi shu salatni ko'rasiz. Bu salatga qo'shilgan narsalarni opisiyaniyada yozib qoldirib qo'yapman, karischasini yozib qoldirib qo'yapman. Ko'pchilik aytibdi, tarjima qilib o'zbekchasini yoki ruschasini yozib qoldirib qo'ying deyishdi. Kelinglar, sizlardan iltimos qilib qolaman, sizlar shuni tarjima kommentariyaga yozib qoldirib qo'ying. Tayyorlangan salatimiz xolodilnikda 3 kun davomida turar ekan. 3 kundan keyin shunda ochib yesangiz ham mazasi yana ham mazali bo'lar ekan.